O'zimizdan boshlaylik podkastining ilk soni. 40 yildan beri faoliyat olib borayotgan ekansiz. Yuqorilagani yaxshi, lekin ta'lim tarbiya jihatdan-chi? Bolalarni ko'proq erkalatib qo'yapmizmi deyman. O'sha yerda qorong'xonada o'tirib qizlar telefonda nimalarni ko'rishayotgan ekan. Tarbiya shunaqa. Og'zidan chiqayotgan narsalarga hayron qolasiz. Jamiyat ichida nafrat paydo bo'lib qolyapti. Ota-onasi kelib yoqasidan olgani qancha, o'sha o'qituvchini yer bilan bitta qilgani qancha. Ota-onalarga shu murojaatim, Yangi avlodni o'zi ham asabiy. bolalar telefonlarni yig'ishtiramiz, bugun dars o'tmaymiz deyman. Bugun baliq oviga boramiz deyman. Tarbiyasi buzilib, nimadir jinoyat sodir etdi. Bu yerda ota-onaning o'rnini qanday deb bilasiz? Otasi o'qiganda daftarni 4 ga bo'lib, qiziga "Men o'qitishga olib ber" degan. Yangi qurilgan uylarni, yangi qurilgan ta'mirdan chiqqan joylarni tozalashga borgan paytlarimiz bo'lgan. Biza xulosa qilaylik, jamiyat xulosa qilsin, o'zimizdan boshlaylik.